boyni bolasi, boy akamni bolasi. Mana shu uyimizni 5-6 oy oldin biz reklama qilib ko'rsatgandik. 12 sotik, 12 xona. Hozir turgan joyimiz Farg'ona qishloq. Hozir sizlarga uy to'liq obzor qilib yana bir marta ko'rsataman. Uydagilarga juda ham pul zarurligi uchun narxini o'zgartiribdi. Shunga biz chaqirdi, reklamasini qilib sizlarga to'liq obzor qilib ko'rsatamiz. Ketdik. Mana kelib kelishimiz bilan bizni mana shunaqa naves, bruschatka, короче, mощный joy kutib olyapti. Mana yerda 20 ta mashina qo'ysa bo'ladi, bemalol. Mana chap tomonda yosh kelin kuyov uchun tog'amiz o'zini farzandiga bitta mощный qurib qo'ygan. Bu yerda ham hozir ko'rsataman sizlarga, keling ko'rsataman. Boyda bolasi mana bu ikkita xona. Chapda o'ngda, to'g'rida hovli bor. Ataplenalari bor. Uy remont qilingan, abo'y qilingan. Yangi remonti bilan. Mana o'zining sanuzli ham bor bu yerda mana ichida. Yosh kelin kuyovga zo'r uy. Ikkita xonani ko'rdilaring kelin kuyov uchun. Mana bu yerda letning kuxnya qilsalaring bo'ladi bu tomonda. Mana bu tomonda kladovkasi 750 litrlik bachok qo'ygan, ariston qo'yishgan. Mana bu yerda biz erkaklar yaxshi ko'ramiz-ku, alohida oshna og'aynilar bilan yig'ilib bitta alohida xonamiz bo'lishini. Mana shu xona sizlarga. Atapleniyasi ham bor o'zini. Mana agorod, katta agorodi bor. Bedani ekib qo'ygan, gullarni ekib qo'ygan. Mana bu tomonda tandirxona, oshxona, oshsalaring bo'ladi. Oshna og'aynilar bilan ulfatlar chaqirib. Mana bu yerda qo'yxona, molxona, itxona, tovuqxona, короче, hamma xona bor bu yerda. Bu yerda ajdarho boqsa ham bo'ladi. Mana bu ayollar uchun xona. Ertaga ayollar bilasizlar-ku, chug'ur qilib g'iybat qilishni biladi-ku. O'shalar uchun alohida xona, bemalol g'iybat qilib o'tirsa bo'ladigan xonacha. Agar men o'zimga qolganda, men shu uyda o'zim yashab berardim, tinchgina. Bola chaqangizni ko'chaga chiqarib yuborsam, xavotir olmaydigan joyda. Mana kirib kelishimiz asosiy uyimiz, uzun koridori. O'ng tomon, chap tomonda xonalari bor. Alohida oshxonasi, undan tashqari ichida o'tiradigan spetsialniy yana joyi bor. Uyimiz 12 sotik, полный отопление qilingan. Uyda hech qanaqa muammosi yo'q. Prosta kirib yashab berish kerak bo'ldi. Nevara, chevara, evaralarni olib kirib, mana koridorni kattaligini qarang. Mana yana bitta zal qilib qo'ygan bu yerda. Katta zal ham. Uyning remonti свежий, мощный uy. Mana yana bitta xonasi. Xona ko'p, munitsipallik qo'ygan. Xonadan ko'p yo'q. Mana bu yerda yana bitta alohida o'zlarining sanuzli bor. AGB'si, hojatxonasi. Xullas boy aka uyning ichida uyda egasi deb ayrim narsa qoladi deyapti. Nima qolish, nima qolmasligini uyda egasini o'zi gaplashib olasiz. Uyda egasi raqamni qoldirib qo'yaman, hozir oxir narxni aytib o'tib ketaman. Boy akalar, uyda narxiga keladigan bo'lsak 89 ming dollar so'rayapti. Albatta o'tib beradigan joyi bor. Pastda egasini raqamni qoldiraman. Egasidan bog'lanib turib baraka qilsaring bo'ladi. Ko'rishguncha.